jang ustubiga o'tib Идем bo'lgan. далее. Следующий поединок. Весовая категория 77 килограмм. 77 килограмм. Первым в октагон синий угол. Добро пожаловать. Боец из Кыргызстана. Шохру Якупов. Yanırık zamanı canımın babası Kelishilgan vazn 79 kilogrammgacha qadar do'stlar. Ushbu jang bo'lib o'tadi. Shohrux Yoqubov chiqib kelmoqda Qirg'iziston vakili Osh shahridan. Erkin kurash bo'yicha sport ustasi. Grappling va MMA bo'yicha bir qator turnirlar g'olibi va sovrindori. Arzimat Qamishov shogirdi. 4 o'bar rekordiga ega bo'lgan jangchi. Встречайте его соперника из Узбекистана Алию Сутпа. Uning raqibi qadri do'stlar. Ajoyib jangchimiz, ajoyib sportchimiz. Farg'ona viloyati Quvadan 3-0 rekordiga ega. U ham erkin kurash va grappling bo'yicha sport ustasi, ko'plab turnirlar g'olibi va sovrindori. Bekzod Jiyanov, Nursulton Ro'ziboyev shogirdi, O'zbek Patriot Ahmad O'zbekiston klublari a'zosi. Muhammadali Yusupov.
bosim va yana bosim shunga xush ko'radi oxirigacha. Taslim bo'lmaydi va taslim etishga harakat qiladi raqiblarni. Знакомьтесь с бойцами. Первый синий угол. Ему 21. Тренер Арзамат Камашев. Он мастер спорта по вольной борьбе, по ММА и по грэпплингу. Профрейкер. Бешнежайн Тортаганова, представляющий спортивный клуб РОХ. Кыргызстан. Ош Карасу. Шохру. Фол. Якуба. Тренер Нурсултан Рузибаев. Он мастер спорта по ММА и по вольной борьбе и по грэпплингу. Профрейкер. Ушнажайн Ушнарабаба, представляющий спортивный клуб Нурсултан Тим. Узбекистан. Фаргона Кубасой. Али Хан. Muhammad Ali Khan Yusupov. Bo'y borasida farq bor. Izzatilla Sharipov referi. Va jang boshlanish arafasida. O'ng qo'li jog'ingdan tushmasin. O'ng qo'li jog'ingdan tushmasin. Hayajondagi Nursultonni ko'ryapmiz. Hozir qanday tutib olyapti. O'tkazib yuborish kerak emas zarbalar. Darhol raqib oyog'iga o'tishga harakat qilmoqda. Berish kerak emas. Gilyotina amalga oshirish raqibiga. Slam shoshmasdan albatta. Birinchi ko'tarib olyapti raqibini. Mumkin emas hozir tushirish. Shurda oyoqlarini bo'shatib olish kerak albatta. Chiqarib oladimi? Yaxshi harakatni amalga oshiryapti. Bo'ldi, chiqib ketdi vaziyatdan. Gard holati. Yana bog'lashga harakat qilyapti qirg'izistonlik jangchi. Tirsagini tiqishga harakat qilyapti va tirsakda qisqa masofada zarba, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yana ketdi va jang yakuniga yetdi. Mana shunday yakunlayapti bahsni Muhammad Ali Yusupov. Va dalxor raqibiga kelyapti. Mana shu jang uchun minnatdorchilik bildirgani. Kuchli zarba. Birinchisi kuchli zarba bo'lganidan keyin bu yog'i endi jarayon va texnika. Oktagon tashqarisiga chiqib ketdi. Ehtiros albatta, ehtiros yuqoridan.
одержал боец, представляющий Нур-Султан Тим Куласой Алихан Yusupov. Alixon Muhammad Ali Yusupov. Bir zumda bugun nokautlar kechasi. Bitta jang faqat ikkinchi raund davom etdi. Bitta jang. Mayli. Oldinda yana bir qancha jang qolyapti, qadrli do'stlar. Ular soni juda kam. Chunki asosiy kartga yetib kelganmiz biz. Va takroriy lavhalar.